Hozir qatga qaraman, somsa xamiri retseptini onlayn kurs qilib pulga sotishyapti. Men sizlarga tekinga o'rgataman. Tuzli suvga yarim choy qoshiq уксус, 2 osh qoshiq yog' solib, qattiqini xamir qorib olamiz. Xamirimizni 1 soatga dam olishga qoldiramiz. Dam olgan xamirlarimizni oldin mushtlab, undan keyin o'qlov yordamida yoyib olamiz. Xona haroratida erigan margarinni ayamasdan ko'pgina qilib surtib chiqamiz. Aynan xona haroratida eritilgan bo'lishi kerak. Margarinimizni xamir ustida sal qotib olgandan keyin tortib o'rab chiqamiz va kamida 2 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Videoda ko'ryapsizlar, zvolachalarni qatlar juda ham chiroyli chiqqan. Bu kichkina zvolachalarni ichkaridan tashqariga qilib joylab chiqamiz. Nachinkasini xohishga ko'ra qilasizlar. Somsani tugaganimizdan keyin choklarni xuddi videodagi qilib skladka qilib chiqamiz. Shunda somsalarimiz chiroyli bo'lib tugiladi, do'mboqqina bo'lib chiqadi. Va qatlar bilinib turishi uchun tuxummas aynan suv surtamiz. 200 gradusda 35 minut 40 minut davomida pishirib olamiz. Somsalarimiz juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Qatlar bilinib turadi. Bu videoni somsa yaxshi ko'radigan dugonalaringizga yuborib qo'ying, foydali bo'ladi. Yoqqan bo'lsa saqlab olishni unutmang.